Maktabga bolamga pul beraversam, doim keraksiz qayoqdek narsalarni olib yeydi va maktabdan kelishi bilan qornim och deb keladi. Sizlarni ham bolanglar shunaqami? O'shaning uchun uyda tayyor issiqqina yeguli tayyorlab berganimiz ma'qul deb o'ylayman. Buning uchun shunaqa tayyor xamirlardan foydalanib, xamirlarni yoyib olganimizdan keyin ichiga kolbasani qirg'ichdan chiqarib solamiz. Manda har doimgidek Rizo kolbasalari Andijonlik ahli Qur'on qorilar tarafidan ishlab chiqariladi. 100% halol bo'lgani uchun o'zim va oila a'zolarimga shu kolbasadan ravo ko'rganim uchun sizlarga ham tavsiya qilaman. Ko'chadagi tayyor taomlar qanaqa tayyorlanadi, qanaqa sharoitda qilinadi biza bilmaymiz. O'shaning uchun onajonlar o'zimiz uyda 15-20 minut vaqtli turib yoki kechqurun tayyorlab qo'ysanglar bo'ladigan shunaqa yeguli tayyorlaymiz. Xamirlarni shunaqa o'rab olib, kesib olib, bitta-bitta burab chiqamiz. Juda ham oson va juda ham mazali qizlar. Ustiga tuxumlarni surib olib, 180 gradusga 15 minutga jo'nataveramiz. Qip-qizil bo'lib pishib chiqadi. Shunaqa zo'r chiqadi. Albatta tayyorlab qo'yinglar. Mazasi azizda qoladi.